mazkur ittifoqqa a'zo bo'lishdan O'zbekistonga xususan menga o'xshagan tadbirkorlarga nima naf undan, nima foyda? Albatta, tadbirkor sifatida ba'zi bir ta'sir qilish mumkin bo'lgan narsalar bor. Bu O'zbekiston fuqarosi kelgandan keyin o'sha kundan o'zida yoki keyingi kunga ishga joylasha oladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan bo'lsa, migrantlar uchun yengillik yaratadi degan gapga men umuman ishonmayman. Bir yildan beri buni o'rganyapmiz. Qaysi ma'qul, nimasi noma'qul. Sizlar mana shu deputatlar nima desa shu bo'ladi. Ma'qul deslaring ma'qul bo'ladi, noma'qul deslaring noma'qul bo'ladi. Lekin men aytgan masalalarni ham albatta inobatga olishlaring shart. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi mavzusidagi bahs-munozaralar shu yil may oyida tashkilotning 10 yilligini nishonlashga yaqin vaqtda yanada kuchaydi. RIA Novosti agentligining 2025-yil may oyidagi xabariga ko'ra, O'zbekiston 2027-2028-yillarda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'liq a'zo bo'lish jarayonini boshlashi mumkin. Xabarda ta'kidlanishicha, mamlakatning bir necha tarmoqlari ittifoqqa qo'shilish orqali turli imtiyoz va manfaatlarga ega bo'lishi ehtimoli mavjud. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasi asosan Rossiya rasmiylari tomonidan doimiy ravishda kuzatib kelinayotgan mavzudir. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi maqomida kirishi mamlakatlarimizni bir-biriga yanada yaqinroq qilishga, iqtisodiy munosabatlarimizni yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Umid qilamizki, bu hamkorlik barcha sohalar taraqqiyoti uchun turtki bo'ladi va o'z o'rnida mavjud bir qancha muammolar, bu migratsiya borasida qonunchilikdagi kamchiliklar deysizmi, texnologiyalar almashish borasidagi muammolar deysizmi, barchasiga yechim bo'ladi. 2024-yil 26-28 may kunlari Rossiya prezidenti Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida matbuot anjumanida ham bu mavzuga alohida e'tibor qaratildi. Putin shunday dedi: O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi ittifoq uchun ham, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ham manfaatli bo'ladi. Ammo eng muhimi, bu qaror suveren davlat O'zbekistonning o'z ixtiyoriga bog'liq. Biroq O'zbekiston rasmiylari bu masalada ancha ehtiyotkorlik qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bayonotlarida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish haqida aniq va qat'iy pozitsiya yo'q. Aksincha, u O'zbekiston hozircha kuzatuv maqomida qolishda davom etishini ma'lum qildi. Masalan, 2020-yil yanvar oyidagi Oliy Majlis Senati majlisida Mirziyoyev shunday degan: "Mustaqilligimizni berib qo'yadi" degan gaplar havoyi gaplar. Islohotlarimizga xayrixoh bo'lishsin. Oyoqqa turib olaylik. Kuzatuvchi degani a'zo degani emas. U qarab tomoshabin bo'lib turadi. Bu qarama-qarshi bayonotlarga diqqat bilan nazar solsak, O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishiga unchalik xayrixoh emasligini anglash mumkin. Balki bu pozitsiya mamlakatning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga intilishi bilan bog'liqdir. 2020-yilda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik haqida gap-so'zlar ko'payganda, Washingtondagi Amerika O'zbekiston savdo palatasining biznes forumida AQSh savdo kotibi Wilbur Ross bozor islohotlarining eng muhim maqsadlaridan biri O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirishidir. Shu bilan birga o'zbekistonlik sheriklarimizni yangi kelishuvlarning Jahon savdo tashkilotiga kirish jarayoniga ta'sirini jiddiy ko'rib chiqishga chaqiramiz. Masalan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini murakkablashtirishi mumkin, degan edi. Biroq Mirziyoyev hukumatı ochiqchasiga Rossiyadan yuz o'girishi amri mahol. Bugunga kelib O'zbekiston ikki tashkilotdan faqat Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lida jiddiy va tizimli harakat qilayotgani ochiq-oydin ko'zga tashlanmoqda. Jahon savdo tashkilotiga 2026-yilda a'zo bo'lishga katta qadamlarni qo'yyapmiz. Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, Rossiyaning asosiy maqsadi O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qilish orqali mintaqada o'zining mustamlakachilik qadamlarini yanada mustahkamlashdir. Mirziyoyev hukumatı esa Rossiyaning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga oid bayonotlariga qarshi birorta tuzuk quruq javob qaytarishga jur'ati yetmayapti. Qayerdan ham jur'ati yetsin? Axir Mirziyoyev taxtga o'tirishda Putinning oq fotihasisiz hech narsaga erisha olmagan bo'lardi. O'zbekiston kabi mustamlaka davlatlar global geosiyosiy kurashlar manzarasida mustamlakachi davlatlarning o'zaro kurash maydoniga aylanib qolgan. Bu kurashlar ortidagi asosiy maqsad yurtlarimizning tabiiy boyliklariga egalik qilish
va xalqlarimizni o'z yurtida yashab turib ham boshqalarga xizmatkorga aylantirishdir. Eng muhimi, ular xalqlarimiz qalbida uyg'onayotgan siyosiy islom ruhini barbod etishga intiladi. Shu bois yurtlarimizni har tomonlama nazorat ostida ushlashga harakat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Yaqin kunlarda ummatlar sizlarga xuddi och qolgan bo'ri o'z o'ljasiga tashlangandek tashlanadilar." Abu Dovud rivoyati.